Obunachilar, bugungi mana mini fermamizda quyonlarimiz bolalari va onalarini hamda jo'jalarimizni tashqariga olib chiqdik. Hozirda jayrab, sayrab yurishibdi ular. Mana quyonchalarimiz. Bugungi sana 4-aprel 2025-yil. Quyon bolachalarimiz katta bo'lib qoldi. Quyon bolachalarimiz bugun 25-kuni. 25 kunlik quyon bolachalari bir-biridan chiroyli, beg'ubor quyon bolachalarimiz. Mana bu yoqda yana bittasi yugurib yuribdi. Har yoqda quyon bolachalarimiz bor. Mana bu yerda jo'jalarimiz yana bor. Ichkarida qolgan jo'jalar. Bir-biridan qiziq kunlarni ko'ryapmiz. 25 kunlik quyon bolachalari. Bir xilgina aytish mumkin. Bir xillar quyon bolachalar bir xilgilar katta, bir xilgilar kichkina bo'lib qolyapti. Nimaga? Ovqat yetishmovchiligidan.